Allohga behisob shukr. Taassurotlarim masalan judayam katta, judayam qiziq bo'ldi. Eshitmagan narsalarimni eshitdim, ko'rmagan narsalarimni ko'rdim. Safar davomida kuzatib bordik. Biza kelgandan sirazi bizning Telegramga o'zlarini kanalga ulab qo'ydilar. Kanalga har 2 soat 3 soatga bir qaraymiz. Yangi e'lonlar bor. Yangi e'lonlar bo'yicha aytgan vaqtiga kelsak agar aytgan joyga aytgan programma bo'yicha yurdik biza. Biror marta avtobusni kelmagani yo'q, boshqa muammo bo'lgan emas. Shu jihatlari aytganga o'xshagan ideal ish bo'ldi. Soati bilan, vaqti bilan faqat tamom. Allohning mo'jizasi tasavvur qilmagan edik. Mana shuncha yoshga kirib, baxtliroq kelmaganmiz. Baxtliroq kelish kerak ekan. Mana Allohimning uyiga Allohim chaqiribdi, keldik. Men qachon kelsam, birodarlarim kelsa, aka-ukalarim, og'aylarimiz albatta shu Hikmat Travel bilan shuga uchrashishni so'rab qolaman. Juda xursandmiz. O'zimizdan 5 kishi keldik. Ayolim, 2 ta qizim, bitta singlimni olib kelganman. Endi til ojiz. Nihoyat bugungi mana o'tirgan o'rnimizdan bir Alloh nazar tushgan joylar ekan. Nur tog'ini Hiro g'origa keldik. O'zlari bosh bo'lib ziyorat qildirdilar. Rahmat, minnatdorman, cheksiz minnatdorman. Sizga Alloh kuch-quvvat bersin ukajon. Doim sog' bo'ling.